Mashinalarimizga 15 million skidka qilib beryapmiz. Bugungi obzorimizda KIC T3 modellari. Bu mashinamizda Changan KIC 2 tonna yuk ko'taradi. Buni bort razmeri 280 ga 160. Bu ikkinchi modelimizda ko'rib turganingizdek bu 3.5 ga 1.60. Mashinamizni ko'rib turganingizdek bu salon qismi. Rullar elektronika juda ham yumshoq, radio, fleshka o'qiydi, xohlasanglar monitor ham qo'yib beramiz. Bundan tashqari pultlari bor mashinani. Keyin hozirgi kunda mana kulli skid, konditsioneri bor. Ko'rib turganingizdek ikki o'rindiqli, bemalol 1.60, 1.70 bo'yi baland odamlar ham bemalol mina oladi. Keyin bu ham uzoq yo'llarda mazza qilib yursanglar bo'ladi. Mashina juda ham qulay. Har tomonlama mana ko'rganingizdek mana eshiklarini mana yopilishlari, salonlarning bejiviyligi, keyin mana ustiga chexollarimiz ham bor. Chiroyli chexollar ham qilib beramiz. Mashinalarimizning ramasi mana ko'rsangiz bo'ladi, qanaqa dizaynda ishlangan, baquvvat, 2 tonna yukni bemalol ko'taradi. Undan tashqari mana ko'ryapsiz, resorlarni cho'loq ustidan turibdi. Undan tashqari ABS tormozlari bor. Undan tashqari mana 45 litr benzin ketadi. 7.2 esingizdan chiqarmanglar. 7.2 edi rasxod. Mamatiga metan balon qo'yib beraman. O'zimning nomimdan 250 km yuradi. Undan tashqari mashinani mana korobkasini holatini ko'ring, motorlarini ko'ring. Hamma tomonlama mashina oddiy va chiroyli va 10 yildan kam minmaydigan mashinalar Changan Kia bo'ladi. Mashinamizning mana orqa qismi ko'rib turganingizdek, mana reduktorlari, keyin cho'loqlarning ustida turibdi. Mana ko'rib turganingizdek. Mashina baland, dala sharoitida ham bemalol yuradi. Buni ABS tormozlari ham bor. Hozirgi kunda mashinalarimizga metan balonlarini bonusga qo'yib beryapmiz. Hozirgi kunda mana yig'ma tentlarimiz bor. Zavodskoy metan balonlari bilan chiqqan. Mana yana e'tibor bersangiz, mana buni ko'rishingiz ham mumkin. Yig'ma tent holati mana bunaqa bo'ladi. Buni bo'ylari 1.60, bemalol bu yoq oxirigacha suriladi. Mana bu ikkinchi tent turimiz. Buni holati mana buni ichida izolyatsiya qilingan. Undan tashqari bu mashinamiz ikkita eshikli. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Juda fanerli, juda baquvvat. Bu mashinalarimizda ham bemalol sizlarga chidab beradi. Ugonliklarni ayamaganmiz, juda ham baquvvat chiqqan. Bundan tashqari yana mana bu oligopontli mashinalarimiz bor. Bu 3 eshikli hisoblanadi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Bularning ham ichlari fanerdan juda ham yaxshi chiqqan. Ko'rib turganingizdek, bu 3 eshikli, bu 3-model mashinamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana balandligini qarang. Balandligi ham mana bu yerda 1.75 balandlikda keladi. Mana hamma ugonliklari cho'tki qo'yilgan, fanerdan qilingan. Mashina juda ham mustahkam. Hozirgi kunda sizga bemalol xizmat qiladi. Buni dugalari ham bor. Mana bularni ham qo'yganmiz. Undan tashqari muzdek mana olma, uzumlar ortishlarga mana bunaqasi ham bor bizda. Ko'rib turganingizdek, bu ham qalin, ichi muzdek turadi. Buni termos deydi. Buni xolodilnik qilib yasasanglar ham bo'ladi. Undan tashqari mana xolodilniklarimiz bor. Bular ham ko'rib turganingizdek, mana modellarimiz baquvvat, bemalol buni ustida mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Bu ham mana xolodilniklari bor. Buni faqat balandligi mana 1.60. Mana -5 ga ishlaydi. -5, -10 qilib beramiz. Aptekalarga qilib beramiz. Farqi yo'q. Luboy anaqani etsanglar, xohlagan xolodilniklarni isitadigan, sovutadigan qilib beraman. Mashinalarimizga xizmat ko'rsatish qo'yib qo'yganmiz. Mana servislarimiz bor. Undan tashqari zapchastlarimiz bor. Mashinalarga 40 ming kilometr va 2 yil garantiya beramiz. Motoriga, korobkasiga, reduktoriga. Mana ko'rib turganingizdek, faqat bizning mashinalar servisga kiradi, boshqa mashinalar kirmaydi. Hozirgi kunda mashinalarimizga 15 million skidka qilib beryapmiz. Buni ichiga yig'ma tent kiradi. Undan tashqari 90 talik metan balon qo'yib beramiz. Hozirgi kunda mashinalarimni hammasini halol nasiyaga beraman. Bundan tashqari 40% ni to'laysiz, 1 yil va 2 yilga bo'lib to'lashga beryapmiz. O'zini narxiga. Hamma modellarimda перечисление, naqd, kredit to'lovlari ham bor.